paxtachilik katta bo'lganman. Menga quloq soling. Etifon seping 1-avgust kuni. Hozir mana shunda tashab qo'yadigan bo'lsak, bu xudo xolasa dekabrda pishadi. Shuning uchun hozir nima qilamiz? Hamma qat'iy nazar 1-avgust kuni kelib, Andijon sharoitida ham vodiyni hammasiga aytyapmiz. 1-avgust kuni kelib etifon sepamiz. Etifon sepmasangiz, bu paxta hech qachon pishmaydi. Etifon qarish garmoni, u defoliatsiya emas. Qarish garmoni. Bu kishi keltiryapti, ertaga tugayapti mavsum degan signalni beradi. Qarish signalini beradi. Paxtachilik katta bo'lganman. Menga quloq soling. Etifon seping 1-avgust kuni. Kelasiz, dala taxminan mana shunaqa ko'm-ko'k bo'ladi. Sanaysiz. 10 ta ko'sak sanaysiz mashinada. Siznikidan 10 ta ko'sak sanaysiz. Ushlab ko'rasiz. Mana shunaqa ko'sak bo'lish kerak. Mana katta. Mana shunga etifon yoqadi. Mana bunaqa bo'lsa sepsangiz yoqmaydi. 10 ta ko'sak. 10 ta ko'sak degani 240 ming ko'chatni, to'g'rimi? 10 tadan ko'sak 2.400.000 dona 3 grammdan bo'lganda 70 sentner paxtani ko'rib oldingiz. Shuni pishiraman deb o'ylaysiz. Etifon sepasiz. 8 ta bo'lsa, uni ham qilasiz, demak siz chamayingiz bor. 15 ta ko'sak kerak emas. Etifon sepamiz. 15-kuni kelasiz, yo 12-kuni kelasiz, 12 kunda ko'rinadi. Dala qip-qizil bo'ladi. Etifondek keyin bargi orqasi bundoq qiynalib, qizara boshlaydi. Demak, dala qarishga ket. Marra bizniki. Qish kelyapti, bular qo'rqadi. Bo'ldi, qish keldi deydi. Ko'sakka hamma mana zavod to'xtatadi. Zavod to'xtaydi. Ovqat mana shakar sintez bo'lganini o'tadi. Ko'sakni katta qiladi. Ko'sakka boradi. Bularning jigari yerda, ildizda, sizda ko'rinmaydi. Katta ildiz bor. U ildizda to'planib yotgan. Yil davomida. Endi etifonni bersangiz, bularda qarish signali ketadi-yu. Endi u pastdagi deponi ochadi. Kapillyarlar ko'sakka ochiladi. Kapillyarlari bor. Ko'sakning kapillyarlari ochiladi. Etifon ko'sakning kapillyarlarini ochadi. Endi pastdagi ovqat, bargdagi ovqat ko'sakka yura boshlaydi. Shu paytida barg qizaradi, 12 kundan keyin defoliatsiya qilib, bargga endi tushirish kerak bo'ladi. Avgrondan bitta sepasiz. Har doim avgron sepamiz. Hamma defoliatsiya qilib ko'rgan. Lekin etifonsiz defoliatsiya qilsangiz, kapillyar ochilmagan bo'ladi-yu. U ovqat qolib ketadi. Yurmaydi. Pirtay bo'lib ochiladi. Demak, bu taxminan 25-avgust bo'ladi. Avgustga shunday tushadi, bir qator tushadi. Lekin hammasi tushmaydi. Etifon sepsiz, haligi avgron. Ikkinchi marta yana avgronni sepasiz, tagigacha tushadi. 2 marta sepish kerak avgronni. Bir marta ta'sir qilmaydi. Bo'lmasa yana o'sib ketadi. Bargi yalang'och bo'ladi 1-sentyabr taxminan. Bayram kunlari bir kelib aylansangiz, yalang'och dala bo'ladi, qizg'ishroq, ko'kishroq, ko'kimtirroq, ko'saklari katta, 3-4 ta tepadan ochilgan. O'sha paytida magniy xlorat bilan yoki desikantni olib kelib turib 15 litr yoki 20 litr qo'rqmasdan qirsillatib sepish kerak, quritadi. Desikatsiya quritish kerak. Defoliatsiyani o'zi yetmaydi. Quritsangiz, endi ana depodagi ovqat hammasi yuqoriga o'tadi. Ko'sakka o'tadi. Ilgari qaritmasdan turib 15 sentner tergan bo'lsangiz, endi 43 barobar ko'p hosil terasiz agar shunaqa qilsangiz.